baxtsiz, xo'rlangan ayol kim? Ko'p ayollar konsultatsiyaga kelishganda aytadi, bilasizmi opa, onasiga yaxshi muomalada bo'ladi, tabassumda. Ishxonasidagi hamma yordamchilari bilan juda ham kulib, yaxshi munosabatda bo'ladi. Opa singlisi bilan, ko'chadagilar bilan, qo'ni qo'shnilar bilan. Lekin uyga kelganda mutlaqo boshqacha erkak obraziga kiradi. Menga hech qachon o'sha ko'chadagi ayollarga qilgan munosabatni qilmaydi. Qarang, o'sha taqirlanish, xo'rlanish, qadrsizlikni bila ko'ra turib 19 yil, 15 yil, 10 yildan ortiq yashab kelyapman. Bu degani nima degani? O'sha ayolni his-tuyg'ulari bostirilgan. Keyin qaysidir kunga kelganda bitta shunaqa masala sabab bo'lib, birdan oilada ajrimga qaror qilib qoladi. Ajrimga kelishga qaror qiladi. Bu qarorni ortida esa necha yillik ayolni qadrsizlanishi, ya'ni taqirlanishi aynan o'zini erini oldida. Agar turmush o'rtog'i o'zini oilasidan shu munosabatni boshlaganda, balki ajrimlar statistikasi ancha pastga tushadi.